Do'stlar, xudo xolasa mana tavuğimizni ham tuxumlari to'planib qoldi. İnşallah ko'z tegmasin, Alloh barakasini beraversin. Mana bari rost mana ko'rib bo'lyapti degan emas, yana bitta ikkita tuvadi. Hozir 8-9 ta bo'lib qoldi. Xudo xolasa 10 ta, 12 ta, 15 ta qilib yotadi. Shu bu yilgi erta bahordan birin bu mana men sotib olganman. Egasida bir marta, menda 4-tinchisi bu. Jami 5-kurk bo'lishi. Maşallah deb qo'yasizlar, bu reklama emas. Eski zotlar topish juda ham qiyin, yo'qotmaymiz. Buni bilganlar zotlarini o'zini jo'jalari ham bor deyapman 10 ta. Talamash qilib olishdi-ku. Nasib qilsa mana shu tuxumlari tagidagi bitta takannikidan aralashtirib qo'ydim. Xudo xolasa 3-4 ta takannikidan ham qo'shamiz. Ikki partiya o'zinikidan ham ko'paytirib olamiz, chunki so'raganlar juda ham ko'p bo'lyapti. Mana. O'rtoqlar, mana bu yerda endi bizni xo'rozimiz, makiyonimiz birgalikda sotildi. O'zimizni To'raqo'rg'on, Mozorkuna qishlog'ida qoladigan bo'lyapti o'rtoqlar. Barakasini bersin bitta ukaxonimizga. Sotib yubordik. Juda ham chiroyli kelishgan xo'roz, zot olaman dedi. Makiyon rosa tuxumga kirdi, bitta tuxumladi. Anchadan tug'mayotgan edi. Nasib ekan bitta ukaxon kechroq ko'rib qopti. O'zimda qolsin deb baraka qildik. Mana Nodirbek xo'roz. Xo'rozni berib ketyapsiz. Qo'yaveraman akani ham, bilaveradi. Jonim sog' bo'l. Mana amakimlar kutib oldilar, yaxshi mana o'g'ilchalar. Qayga borsam orqamdan yuradi, joning sog' bo'lsin. 1 oy 25 kunlik bo'lib qoldi, xudo xolasa bu. Bo'yinlarini qarang. Tanasi ham qizildan taka. Qarab qo'ying endi ustonga. Qaramayapti, noz qilyapti. Kameraga tushgan uyaladi. Qorin to'yib yeydi. Chig'illarni qarang, to'yib ketganini qarang. To'yib yeydilar bu kishi. Jo'jalarimiz. Jonim sog' bo'lsin. Qanotida oqib bor. Xo'rozimizni, nokaut xo'rozimizni qo'llamoqda. Onalari ham yaxshi qo'yga ketgan, onalari ham yaxshi bir ser harakat, juda ham yirik, zo'r narsalar edi. Mana bular ikkinchi partiya o'rtoqlar. Bular ham 11 ta. Nariga kulran yapon to'g'mosh chiqqan bularni. Bular ham mana 1 oydan o'tib qoldi. Joning sog' bo'lsin. Sekin-sekin qotirib katta qilyapmiz. Tabiiy mahsulotlar bilan ko'proq. Ularning menimcha xo'rozi ko'p. Makiyonlari ham bor. 4 ta makiyoni bor. Nokautchini bolalarni qarang. Otasining o'zi chiqyapti, qarang. Bular bitta ganoyda bolasi bor. Endi bu ham Koreya makiyonga qo'shganmiz, bilasizlar, 4,5 kiloga yirik chiqdi. Makiyonmi xo'rozmi bilmadim, lekin nokautchi xo'rozdek qolganlar hammasi 100%. O'ta zo'r chiqyapti o'rtoqlar. Yo'q. Bular pomidor bormi, makka bormi, liboy narsalarni yeyaverar ekan bular. Mana qarang, mazza.